Fabio Cannavaro ham O'zbekistonga yo'q degani aytilmoqda. Xo'sh, o'zi bizga xorijdan murabbiy kerakmi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Jahon chempionati chempioni Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasiga murabbiylik qilish imkoniyatidan bosh tortdi deya xabar beradi Vaziyatdan xabardor manba. Ma'lumotlarga ko'ra, Cannavaro joriy mavsumda hozirgi murabbiylardan biri ishdan bo'shatilsa, Italiya klubida ish topishga umid qilinmoqda. Fabio Cannavaro futboldagi faoliyatini yakunlagach, Yaqin Sharq va Xitoy klublarini boshqargan. 2019-yilda u Xitoy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan. 2022-yildan 2023-yilgacha Cannavaro Italiyaning Benevento klubi bosh murabbiyi bo'lgan. 2024-yilning aprelida u Udinese klubini qabul qilib oldi. O'sha yilning dekabr oyida Cannavaro Xorvatiyaning Dinamo Zagreb klubini boshqargan. Bugungi dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi. Eng katta bonuslar va yuqori koeffitsiyentlarni faqat Linebetda olishingiz mumkin. Ekstra 25 promokodi bilan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. Linebet havolasini video ostida qoldirdim. Cannavaroni O'zbekistonga ehtimoliy murabbiy bo'lishga taniqli sport jurnalisti Bobur Akmalov ham o'z fikrlarini bildirib o'tdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakillari Fabio Cannavaro bilan muzokara o'tkazmoqda. 2006-yilgi jahon chempioni va oltin to'p sohibi milliy jamoamizni boshqaradimi? Xitoy klublaridagi ayrim lokal yutuqlarni aytmasa, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya, Italiya va Xorvatiyada turli klublar va Xitoy milliy jamoasida ishlagan sobiq futbolchi birorta tuzuk natijasi bilan maqtana olmaydi. Italiyada Benevento, Udinesedan, Xorvatiyada Dinamodan haydalgan murabbiy. Futbolchi Cannavaro murabbiy Cannavarodan ancha zo'r edi deb yozadi Bobur Akmalov o'z Telegram kanalida. Xo'sh, aslida bizga Cannavaro kerakmi? Xitoy milliy terma jamoasi Cannavaroni haydab, bizni terma jamoamiz Temur kapasiga ko'z tutayotgan paytda bizga Xitoy terma jamoasidan haydalgan Fabio Cannavaro aslida kerakmi? Bunda mantiq qayerda ko'rish mumkin? Aziz muxlislar, siz bu borada qanday fikrdasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa bir dona like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.